Taksi vaqti bormadi. Nima ish paklevka vaqti bormadi? Quvonch, ishini eplolmayapsanmi? Joyini bo'shatib qo'y. Qanchadan qancha ishlaymaydiganlar bor. Hammaga tushunarlimi gaplarim? Tushundim. Hamma ishga. Xo'p, bo'ladi. Ko'pchilikni oldida urushib qo'ymasam bo'lmaydi. Ha, yo'q, o'rtoq, boshliqsan-ku. Bir shunaqa qilib turganing yaxshi. Ishni yaxshilab nazoratga olgan o'rtoq. Tushundingmi? Menga gaping yo'qmi? Bor edi. Tinchlikmi? Bir haftaga qarz so'ramoqchi edim. Qarz? 2000. 2000? Qaytaraman, o'rtoq. Qaytarasanmi? Yaxshi, yur, xonadon beraman. Yaxshi. Tururing. Allohu akbar. Hormanglar, yoqimli ishtaha. Rahmat. Quvonch ishga kelyaptimi? Quvonch hozir chiqib ketdi. Ha, shu yerdami? Xonamga kirsin, gapim bor. Xonamda bo'laman. Xo'p. Quvonchga aytdingizmi? Hoppa. Oldimga kirmadi-ya? O'sha paytda aytganman unga. O'zi shu yerdami? Ha, shu yerda yurgandi. Qo'shib yuribdi. Menga ko'rinmayapti. Mayli, ishni qo'y. Xo'p. Ko'ramiz qatgacha borar ekansan. Ishga nega bormayapsan? Yo'q, bordim. Bugun ozgina ishlagan bo'ldi. Ha. Quvonch! Kimdir keldi-yu. Ada siz o'tiravering, o'zim qarayman. Abdulla, kech bo'lgan nima qilib yuribsan? Nimaga mendan qochib yuribsan? O'rtoq, iltimos, adam yurib, sharmanda qilmagin. Xijolat bo'lib qolaman uydagilar oldida. Pulim tushishi bilan qaytaraman. Padaringga la'nat o'sha pulni. Puling yo'q ekan, qaytaraman deb va'da berishing shart emas edi. Ishxonada ko'rishay desam, qochib yurdingmanda. To'y boshladim. Jiyaningga sunnat to'y. O'tarsan, yonimda turarsan. Xo'p, o'rtoq. Bizni otalarimiz ham do'st bo'lish kerak. Bilib qo'y. O'rtamizdagi bu pul do'stligimizdan ustun bo'la olmaydi. Yo'qolib ketma.